Chunki odamlarni ko'rgan bo'lsanglar kerak, faqat odamlarda aybini gapiradi. Faqat yomonini gapiradi. Haligi odam manaqa yaxshi ishlarni qilyapti desa, sirazi teskarisini gapiradi-da, ko'ngli aynib ketadi hali odam oldida. Shu, masalan, siz yaxshi deyapsiz, yaxshiligini ko'rdingiz, yaxshiligini aytsangiz, bu yomonini gapiryapti. Yomonini biroz so'ramoqdi. Ikki xil hasharot esga keladi shu o'rinda. Qaysi hasharotlar? Asalari bilan tasha. Asalari nimaga qo'nadi? Nimalarga qo'nadi? Pokiza narsaga. Pashachi. Xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Pokiza juftni istagan yigit, Allohga bo'lgan ishonching qani? Saodatli kunni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Qarzdor banda,